Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi yangi videomiz boshladi. Bugun 4-iyun ekan kuniga 2025-yilda videomiz bo'ladi. Xudo xolasa bugun biz sizlarga arzon narxda telefonlardan boshlaymiz. Yaxshigina ko'pgina tovar olib qo'ydik. Sizlarga boshdan boshladik. Unda birinchi tanishib o'tgan narsamiz do'konimiz Andijon viloyati Charxon tumanida Makro supermarket 2-qavat 30-do'konida joylashgan. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati mavjud. Masalan, siz telefon ko'rsatamiz, mana telefon holati aytiladi, korobka dokument bor yo'qligi aytiladi, nimalari borligi aytiladi. Sizga telefon yoqsa 200 ming so'mdan 500 ming so'mgacha zaklat tashlaysiz. Qolgan pulini qo'l joyingdan ko'rib to'liqsiz bo'laveradi. Xo'p, do'konga kelgan holatda, masalan, sizlar Redmi 8A telefonlar bor. Menga Samsung kerak desanglar, alishtirib bartaraf ketsanglar bo'laveradi. Pulini plyus-minus kelishgan holatda unda boshladik. Birinchi ko'rsatadigan telefonimiz arzon telefonlardan boshlaymiz. Redmi Note 5 Pro modelimiz. Xotiralari 464 GB xotiraga, ishlashlari chotki, narxi 350 ming so'm. Xo'p, Redmi'dan 9A modelimiz 332 talik, holati yaxshi qoladi, korobka dokumentlari bor, ishlashlari ham yaxshi. 5000 mAh batareyaga, ikkita sim karta tushadi. Batareya jihatdan muammo ko'rmaysiz, narxi 400 ming so'mga. Keyingisi Redmi 9 ni o'zi. Buni narxi 550 ming so'm, 332 talik, usta ko'rmagan radniy holatda, xudo xolasa mazza ishlatasizlar. Pulga 10 martalab arzirgan telefon hisoblanadi. Keyingisi Redmi 8A'miz 500 ming so'mga, ishlashlari zo'r. Hamma joy radniy usta ko'rmagan, ochilmagan, netmagan telefon 332 talik bo'ladi, 5000 mAh batareya. Xo'p, Samsung Galaxy A10s modelimiz. Atiga 400 ming so'mga 332 GB xotiraga, hamma joy radniy holatda bunisi ham. Xo'p, Samsung Galaxy A03 modelimiz, ishlashlari zo'r, cho'tka holatda, 464 GB xotiraga, korobka dokumentlari bor. Hamma joy radnoy, zo'r holatda ishlatilgan ekan, tiniq ko'rib, holatdan ko'rib turibsizlar. Xo'p, narxini sizlarga 670 ming qo'yamiz. O'zi davrning eng kuchli telefonlaridan hisoblangan Redmi Note 10s modelimiz igrovoy telefon hisoblanadi. PUBG da 60 FPS ushlaydi, ishlashlari zo'r, hamma joy radnoy bo'lgan holatda. 664 talik korobka dokumentigacha bor, narxini 1,50 ming so'm qo'yamiz. Keyingisi davrda eng zo'r telefonlardan hisoblangan telefonimiz Samsung Galaxy A31 modelimiz. Holati ideal, tiniq holatda, hamma joy radnoy, 464 GB xotiraga, ishlashlari cho'tka bo'lgan holatda, narxi 1,50 ming so'mga. Xo'p, Redmi telefon so'raganlar, Redmi A2 Plus modelimiz bor, 364 GB xotiraga, korobka, dokument, zaryadchigacha bor holatda, ishlashlari zo'r, mazza ishlatasizlar, ko'p holatlarni ham. Xo'p, narxini 600 ming so'm qilib beramiz. Redmi Note 8 Pro modelimiz, ishlashlari chotki, holatlari yaxshi holatda. Bu telefonimizdan igrovoy telefon hisoblanadi. Bu telefonlarimiz bilsanglar, bular davrning zo'r telefonlar hisoblangan. Bunisi 628 talik, narxini sizlarga 900 ming so'm qo'yib beramiz. Xo'p, Redmi Note 8 Pro neobычный rangini so'raydilar. Mana sizlarga neobычный rangda, rangi ajoyib rang ekan. Xo'p, narxini bu ham 128 talik, narxini 1,50 ming so'm qilib beramiz. Bu ham ishlashlari zo'r, xudo xolasa igrovoy telefon hisoblanadi. Keyingi modellarimiz Hop, Samsung Galaxy A15 5G'lari, A15'larimiz ham, bular 4G bo'ladi bilsanglar, ishlashlari zo'r, batareyasi 5000 mAh batareya, Python 2200-2300 ga sotilgan telefonlarimiz sizlarga 1,550 ming so'mdan tanlab olishga beramiz. 4G 128 variantlari. Hop, A15'larimiz. Mana ko'rsangiz 6G 128 talik, buni ham narxi 1,600 ming so'm. Ishlashlari zo'r, korobka dokumentlari bor, holatlar ideal holatda turibdi. Keyingi modelimiz Hop, Samsung Galaxy A73 5G modelimiz, ishlashlari zo'r, cho'tka holatda, ideal holatda, hamma joy radnoy, $175 8G 128 taligi. $160 esa A73 5G korobka dokumentlari bor ekan, uni ham narxi $160 6G 128 talik, hamma joy ideal holatdagisi. Redmi 12 so'raganlarga 8256 taligini olib kelib qo'ydi. Ishlashlari zo'r, hamma joy radnoy, usta ko'rmagan, ochilmagan telefonimiz. Xo'p, narxini sizlarga 1,50 ming so'm qilib beramiz, 256 talik. Hop, Samsung Galaxy A25 5G modelimiz, 256 taligi bu.
Ishlashlari zo'r, narxi 2,50 ming so'mga. Holatlarni ko'rsa, tiniq holatda korobka dokumentlari bor. O'tgan safar bilsanglar Hindiston versiyasida A55 sotdik. Qimmatroq keldi unisi, bunisi arzonroq keldi. Bu ham 8256 talik, bu ham Hindiston versiyasi A55 ishlashlari zo'r buni ham. Xuddi o'tgan safar stasionerda turibdi, bu ham holat tiniq ekan. Bunisi arzonroq keldi, bunisi narxini sizlarga 260 dollar qilib beramiz. 260 dollar 256 Hindiston versiyasi kuchliroq bo'ladi. Honor 28B modelimiz ishlashlari zo'r holatda, oldin 14 Pro Max bilan birga-bir chiqqan. Narxi ham zo'r, 1,450 so'mga 828 talik modeli. Xo'p. Redmi Note 14 da 828 talik va 8256 talik varianti. Ikkovi ham full komplet holatda ishlashlari zo'r. Bunisi 1,950 so'mga, bunisi 1,850 so'm beramiz. Oxiri bunisi 2,50 so'm beramiz. 256 taligini. PUBG'chilar uchun telefon so'raganlarga Redmi Kayli modelimizni China versiyasi kuchliroq bo'ladi. Bu 90 fps tushadigan telefon, narxi 170 dollar. Navbatdagi modelimiz esa Xiaomi 13 Lite. Bunisi ham holatli yaxshi holatda 8256 burun plyonkalar tortilgan ekan. Menimcha yaxshi, arqalari ham sal-pal anaqa shilib ko'rsataveramiz, kelishaveramiz. Narxi 170 dollar. Endi Xiaomi 13 Lite o'ta tinig'i A+ kategoriyasi bor mana. Ishlatilmaganda turibdi, holatlarni ko'rib turibsizlar, o'ta tiniq. Ekranlari ham toza holatda. Narxlariga 195 dollar beramiz. 8256 korobka dokumentlari bor holatda. 1,550 ming so'mga Redmi Note 12 Pro. Ishlashlari zo'r, 6 ga ham ekan 828 talik bo'ladi, korobka dokumentlari bor holatda. Xiaomi 12 Pro modelimiz o'sha maxsus telefon hisoblanadi. 15-20 minutda zaryad to'ladi, tezda to'ladi o'ta ham. Interneti nimasi hech narsasida muammosi yo'q. O'zimiz ishlatganmiz bu telefonda. Zo'r holatda ishlaydi. O'ta tez, PUBG dan 90 fps tushadi. Narxini sizlarga 255 dollar beramiz. 11T'larimiz, Xiaomi 11T'larimiz naval holatda, mana ko'rib turibsizlar, xohlaganinglardan bor. 128 desam, 256 desam, korobka dokument desam, tiniq desam, hammasidan bor. Narxlar 2 million so'mdan boshlab 2 million 500 ming so'mgacha qilib beramiz. So'rab, yoqqan tanlasizlar, chiqarib beramiz. Hamma telefonlarga dastavkalarimiz bor. Redmi Note 13 Pro'lar 2 million 100 ming so'mdan tanlab olishga mana 8256 korobka dokumentlari va ishlashlari chotki, hamma joyda holatda Redmi Note 13 Pro'lar. Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelimiz 255 dollarga holati bomba holatda full komplet burjmatli zaryadchilargacha bor. Redmi Note 12 Pro Plus 5G modelimiz ishlashlari zo'r, holatlari chotki holatda. Zaryadchi yo'q, shuning uchun narxi arzon 177 dollar qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor. Xo'p, keyingi modelimiz Redmi A3 modelimiz 800 ming so'mga 4,28 ta korobka dokumentlari bor holatda. Technopova 6 Neo 6 modelimiz 7000 mAh batareyali telefon hisoblanadi. Narxi 1,450 ming so'mga. Ishlashlari zo'r, 828 ta korobka dokumentlari bor holatda. Bunisi esa Technopova 6 ni o'zi, ishlashi zo'r buni. Buniki 24256 talik bo'ladi xotiralari. Xo'p, narxini 1,550 ming so'm qilib beramiz, korobka dokumentlari bor. Xo'p, ikkita arzon qoldi mana bittasi. Bu Note 10 Plus'da mana ko'rib turibsizlar. Holati tiniq holatda. Buni ekranga chiqarib, $120 dollarmikan, shunaqa qilib beramiz, 120 dollarga. Sababi shu yerda pet nochasi bor, lekin ishlashi umuman xalaqit bermaydi. Necha yil sizlar garantiya beraveramiz unisiga, sinig'iga. Lekin eng qiziqarli ofitsialniy mekana o'tgan holatda 120 dollarga Samsung Note 10 Plus modeli, Note 10 da narxi ham emas, bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. S10 5G'larimiz mana
xohlagan ranglardan, xohlagan modellardan bor, xohlagan holatlardan A+ islami, A- islami, 512 talik, 256 talik, hammasidan bor. Eshitganlarimiz holati, narxi, xotirasiga qarab $170 boshlab $190 sotilyapti. Eshitganlarimiz bemalol kelaverasizlar. Xohlaganinglardan topib beramiz. S21larimiz ham mana Samsung S21larimiz ham o'ta ko'p. Yevro, kariz, oq, qora, boshqacha ranglari ham mana hamma rangidan bor. Mana S21 5chilarimiz ham mana ko'rib turibsizlar. Holatlari ikkita sim karta, bitta sim kartaga qarab narxlari $190 dan boshlab $250 sotilyapti. Holatlar S21 yangilari bor. Zakaz qilsanglar olib kelib beraveramiz. S21 5chilar yangilarini $300 dan qilib beramiz. O'zingiz ochib olasizlar, mazza ishlatasizlar. Endi 21 plyuslar ham mana xohlagan ranglardan bor. S21 plyuslar bor, bilasizlar. 8256 tanalari. 4800 batareyasi bazaraga ham muammo modeli 30 oq qo'yib beradi. Narxini sizlarga $220 dan boshlab $260 ga S21 plyuslarni qilib beramiz. Keyin PUBG uchun игровой telefon so'rayotganlar, mana PUBG uchun o'ta игровой telefon hisoblanadi. Samsung S20 Plus'larimiz 12 plus 8 operatsiyaga 256 ga xotiraga bo'ladi. PUBG 90 FPS tushadi. 4,5 mAh batareyka bo'ladi. Ishlashlari o'ta moshni telefon. Hop, S22 so'rovdilar, S22 olib kelib qo'ydik. Bitta sim kartali 8256 talik varianti ikkovi ham ishlashlari chotki bo'lgan holatda. Tanlab olishga $255 ga $260 ga qilib beramiz. Ko'p hali S22larimiz ham. Hop, plyuslari bor, mana S22 plyuslarimiz bor. Ishlashlari zo'r, mazza ishlatasizlar. Hop, buni $285 ga beramiz. Ishlashi zo'r, ekranlari toza, ideal holatda, mazza ishlatasizlar, ko'ribsizlar. Keyin S22 Plus'da arzonchisi bor. Hop. Mana zaryadkada ekan. S22 Plus'da arzonchisi, sababi shu yerda petnochasi bor mana. Lekin uni bilsanglar ishlashga xalaqit bermaydi, chunki ekranlari toza holatda, hamma joyi zo'r. Ishlatib ko'ramiz ko'p telefonlarda. Muammosi yo'q ekan umuman. Narxini sizlarga $255 beramiz. S22 Plus'da bitta petnos bor uni. S20 Ultra'ni koreyskiy variant bo'lishi kerak bunisi. Koreyskiy variantda bitta sim kartali varianti. Hop, 12 128 talik ekan. Bu ham ikkita sim kartali yevro varianti ekan, ikkita sim kartali yevro varianti. Bittasi menga o'tgan menimcha. Hop, narxini sizlarga $245 bilan S20 Ultra'ni yevrosini, ikkita sim kartaligini, bitta korobka dokumentlari bor holatda. S20 Ultra yevroni ikkovi sim kartasining mekani o'tgani bor, narxi $260 ga qilib beramiz mana. Ishlashlari zo'r, ekranlar toza holatda buni ham. Samsung Galaxy Note 10 telefonimiz 1,700,000 so'mga qilib beramiz. 1,700,000 so'mga Samsung Galaxy Note 10. To'g'ri ishlashlar yaxshi holatda 12 talik bo'ladi. Samsung Note 20 Ultra telefonlarimiz bor. Mana ko'rib turibsizlar. Note 20 Ultra telefonlarimiz 12 ga xotiraga bo'ladi. 50x kamera ruchkalari bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar ruchkachalari. Azab ishlatasizlar. Masalan, bolalarga ham juda zo'r telefon hisoblanadi. Yosh bolalarga masalan sun'iy intellektlar yoqib bersanglar, rasm chizish shunga o'xshash narsalar o'rgansa bo'laveradi. Telefonning xususiyatlari $285 beramiz. 50x kamera bo'ladi. Hop, keyingi modellarimiz Samsung Galaxy S20 5 modellari ishlashlari zo'r holatda. 2 dona tinov qoldi. Kechga salishgan sotilib ketdi. Hop, bularni $190 dan qilib beramiz. PUBG ga zo'r telefon so'raganlarga tashab qo'yaverasizlar bemalol. S20 Ultralarimiz koreyskiy variantlari holatlariga qarab, u A+lari ham bor, A- lari ham bor.
Xo'p, 12256 bo'ladi, 100x kamera, 3 kilo hammasi ishlaydi. Narxlari $385 dan boshlab $420 gacha qilib beramiz. S22 ultralarimiz ko'p. 5 yevrosi ham bor. Mana S22 ultrani yevro ikkita sim kartlar 2000 o'tgan holatdagisi. Xo'p, narxini $430 bering S22 ultra yevrosini. Evet, şimdi modellerimiz iPhone'a çıkıp başladık. iPhone 16 Pro Max kopiyalar birga biri bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Birga bir bo'lsa ham, mana kameralari ham yaxshi holatda. Mana tiniq beradi. Ko'rib turibsizlar kameralarni ham. Bu knopkalarga ishlaydi. Mana ko'rib turibsizlar, knopkani bossanglar kiradi kameraga. Ishlashlari ham Evet. Mana ko'rib turibsizlar. Bagajı yok, onun çok güzel saklanıyor. Siz onu oturmaktan ama hiç kimsenin bo'ladi. O'zi oturasizlar. Xo'p, mana Zaregonda ikkita sim kartali xotiralar 512 talik bo'ladi. Maza ishlatasizlar. Bu dizaynni qaranglar, birga bir birojatamening darajada bir xil bo'ladi. Steklo chexolgacha tushadi. Narxi 2 million so'm. iPhone 13 Pro Max'imiz $555 ga 88 yo'ngsta 128 GB xotiraga ega, holat ideali. Usta ko'rmagan bilardi, iPhone'lar bilsalar ko'proq. iPhone 13 Pro Max'imiz 84 yo'ngsta 128 GB xotiraga, holati ideal holatda ko'rib turibsizlar. O'ta ideal. Narxini $535 ko'ramiz, oxirgi narxi. iPhone 14 Pro $560 ga, holati ideal holatda 88 yo'ngsta 128 talik Koreya regionida. iPhone 13 Pro Blue 86 yo'ngsta 128 GB xotiraga, eng qiziqarli tomoni ikkita sim karta tushadi. Ikkovi ham mekandan o'tgan holatda, narxi $460 ga. iPhone 14 Pro ni oppog'ini so'rayotganlar mana sizlarga, o'ta oppoq, tinig'ini olib kelib qo'ydi. Holat o'ta dahshat. Korobka dokumentlari ham bor. Ishlatishga tayyor turibdi. Ko'rib turibsizlar mana holatlarni, abodoylarni ham. Xo'p, iPhone 14 Pro'mizni sizlarga $560 qilib beramiz. Holati ideal holatda, tiniq. 13 Pro'ni arzonrog'ini so'raganlarga 86 yo'ngsta 128 talik. Xo'p, $445 ga qilib beramiz. Hamma joy radni Koreya regionida. Dokumenti bo'lsin deb so'rayotganlar 13 Pro'ni mana 82 yo'ngsta 256 GB xotiraga, korobka dokumentlari bor, ishlashlari chotki, holatlari, abodoylar tiniq holatda, narxini $455 qilib beramiz. 12 Pro'ni arzonchisi bor-da mana sizlarga. Xo'p, 12 Pro'lar hozir $300 atrof sotilyapti. Sizlarga bunisini $197 qilib beramiz. Mana yerda ozmoz mana dog'i bor. Lekin bunga garantiya beramiz, katta emasligiga, hech narsa qilmasligiga javob beriladi. Ya'ni 70 yo'ngsta 128 ta hamma joy radniy holatda, $197 ga iPhone 12 Pro. $315 ga iPhone 12 Pro 85 yo'ngsta 128 GB xotiraga, ishlashlari chotki holatda. Hamma joy radnoy. So'raganlar 1 million so'mga 100 yo'ngsta 32 GB xotiraga iPhone 7 Plus ga narxi 1 million so'm. iPhone XS'larimiz bor. Mana tanlab olishga $170 dan qilib beramiz. Ishlashlari chotki holatda, hamma joy radnoy. Bittasi 100 yo'ngsta 64 talik volti, bittasi 98 yo'ngsta 256, 78 yo'ngsta 256 talik qorasi. Xo'p. iPhone 2000 ning ixcham telefon so'raganlarga iPhone 2000 telefon taklif qilamiz. Oppoq olgan holatlar, tiniq holatda. Yo'ngsilari ham baland, 84 yo'ngsta 128 ta, narxini $200 qilib beramiz. Holatiga yarasha puli. Xo'p, 11 Pro, iPhone 11 bu telefonimiz. Xotiralari 64 talik. Yo'ngsilari 99 yo'ngsta ekan. Kirishkasi alishgan ekan, lekin narxini $250 qilib beramiz. Yo'ngisi 99 uchun arzonroq emas. 91 yo'ngisi iPhone 1, bu ham holati yaxshi holatda, yo'ngisi o'ta baland. Narxini sizlarga $240 beramiz iPhone 1imizni. Masalan, yo'ngisi qarab baholaymiz iPhone. Bu iPhone 1 72 yo'ngisi 64 ta qizil rangi uchun narxi $170.
Burası kıymetli. 235 dollarga 79 yo'ngsta 128 ta korobka dokumentgacha bor, ideal holatda. 81 yo'ngsta 64 GB xotiraga 220 dollarga iPhone 11 miz. Holati ideal holatda. Yo'ngkislari 100 yo'ngsta 64 GB xotiraga ishlashlar cho'tka bo'lgan holatda narxini sizlarga 210 dollarga beramiz iPhone 11. iPhone XR'imiz bor, mana ko'p holatda cho'tka 170 dollarga qilib beramiz. 80 dalik. Hop, 86 yo'ngsta ekan, ishlashi zo'r, PUBG 60 FPS tushadi, narxi 1.550 ming so'mga. Pat SE ishlashi zo'r, 128 xotiraga, korobka dokument zaryadchigacha bor holatda. Hop, keyingi so'nggi model. Ekan, bu yangilar ko'rsatib o'taylik sizlarga. Bu yangi Xiaomi zo'r holatda. Dizayni zo'r bo'ladi. Buni ichidan 120 vatli zaryadchilarga chiqargan Xiaomi 13 Pro modelimiz. Dizayni ham o'ta chiroyli, yangi patchga kuchli telefon, bemalol 22 Ultra displey, 23 Ultra displey Liboy bilan bellasha oladigan telefon hisoblanadi. Bu telefonlar davrida eng qirol hisoblangan. Chunki 120 Hz ekran, AMOLED displey, Snapdragon 8 gen protsessori, 120 vatli zaryadchi bor. Ishlashlari ham zo'r, eng kuchli Leica kameralar sohibi, 16 ga 512 vat xotiraga ekan. Mazza ishlatasizlar, narxini sizlarga buni 585 dollarga beramiz. 585 dollarga Xiaomi 13 Pro modelimiz yangisi. O'zingiz ochib olasizlar. Keyingi modelimiz Realme C61 modelimiz, yangi patchkasi. Buni ko'rgan bo'lsanglar kerak, videosini uryapti, sinmayapti, sensor o'ta baquvvat, suvga chidamli ekan. Narxini 115 dollarga beramiz. Hop, 6 gamikin, 6 ga 128 talik model ekan. Bilgan bo'lsa, bitta YouTubedan ko'rib qo'yinglar. Juda kuchli telefon emas. Shuning uchun ko'pchilik qiziqyapti. 900 ming so'mda yangi telefon. Mana sizlar yangi telefon 900 ming so'mga. Xotirasi 864 talik, ishlashi zo'r holatda. Kameralari ham cho'tka, iPhone'ga o'xshab ketar ekan. Xo'p. Technospark 30 da eng katta operativkaligi 8 ga 128 taligi, narxini 118 dollarga beramiz. Hop, Smart 9'lar ham bor. Mana yangisi, mana Smart 9'imiz. Bu ham eng katta operativkaligi ekan, 8 ga 128 talik ekan. Narxini sizlarga 105 dollarga beramiz yangi patchkalarni. Hop, keyingi modellarimiz Samsung Galaxy A60 beramiz. Bu yana qanoti qo'shib ko'ramiz.